Assalomu alaykum. Biz bugun sizga DLS'da qanday qilib Real Madrid emblemasini olishni ko'rsatamiz. Avval bu yerga kiramiz. DLC 25 yo'q, bu emas. Qarang. Hozir Dream yo'q. Dream 25 yozamiz. Keyin hozir o'zi chiqishi kerak. Agar bu bunday chiqmasa, mana shu nimani yuklab olamiz. Mana shuni yuklab olamiz. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Buni yuklaymiz. Buning uchun sizning telefoningizga boradigan nima kerak bo'ladi. Mana shuni skachat qilib olamiz. Mana bu yerda yo'q, Real Madrid yo'q bu yerda. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yuklab olingandan keyin bu yuklanuvchi mana hozir yuklandi. Mana bu yuklandi bo'ldi. Endi bunga kirib olamiz. Birinchi bu yerga kirib olamiz. Keyin mana bu yerga kiramiz. Keyin sizga qaysi nima yoqsa, qaysi jamoa yoqsa, masalan, menga Real Madrid yoqadi yoki Barcelona, farqi yo'q, yoki Manchester City. Men Real Madridni tanladim. Birinchisiga bosamiz mana. O'zi chiqadi Real Madridniki emblemasi. Bosamiz bu yerga 1-2 marta. Keyin bu yerdan chiqib DLS'ga kiramiz. Polni o'chiramiz. Keyin mana bu yerga bosib turamiz. Mana bunaqalar chiqadi. Buni ustiga bosamiz. Yana qaytib bosamiz. Bu yerga kirib olib bo'ldi. Skachat bo'ldi. Keyin bu yerga bosib turamiz. Mana buni bosamiz. Mana bunaqa narsa chiqadi. Buni bosganimizdan keyin mana bunaqa narsa chiqadi. Hozir ozgina kutasizlar. Real Madrid logo, Dovland Real Madrid logo. Hozir bu endi avtomatik nima qilib beradi. Mana bo'ldi. Qarang. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu ham nimada? Formada. Mana ko'rishingiz mumkin. Real Madrid formasida. Videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, biz bundan nihoyat xursandmiz. Bizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bundan keyin yana yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hozir biz bu DLC akkauntni yangi ochganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Toza yangi ochganmiz. Ochganimizga ham 1-2-3 kun bo'ldi. 2 kun bo'lgan bo'lsa kerak, 2 kun bo'ldi pashti. Shuning uchun akalar, iltimos bizga obuna bo'lib nima qilib qo'yinglar. Biz pasayib ketmaylik. Addushi bosamiz akalar.